Demak, mavzumiz qo'shish formulalari. Demak, bizda quyidagicha qo'shish formulalari mavjud. Birinchi formulamiz ya'ni yig'indining sinusi. Xo'p. Bunda birinchi burchakning sinusi ko'paytirilgan ikkinchi burchakning kosinusi plus bo'lsa, demak plus bo'ladi. Birinchi burchakning sinusi ikkinchi burchakning kosinusi yoyilmasi. Ikkinchi formulamiz xuddi ayrimani sinusi. Demak x minus y. Bunda demak sinus x ko'paytirilgan kosinus y, bu yerda minus o'rnalmashadi. Sinus y ko'paytirilgan kosinus x. Xuddi mana shu yerda ikkinchi formulada biroz e'tiborli bo'lish kerak, chunki mana bunday ko'paytma keladigan bo'lsa, mana bu ifoda keladigan bo'lsa, sinusning argumentidan kosinusning argumenti ayriladi. Ya'ni misol uchun quyidagicha misol kelyapti deylik. Sinus 10 gradus kosinus 40 gradus minus demak sinus 40 gradus kosinus 10 gradus. Mana dastlabkisiga qaraymiz. Bunda sinusning argumentidan kosinus argumentidan. Demak, yig'inimiz sinus 10 gradus minus 40 gradus. Yani mana bu yerda sinusning argumentidan kosinusning argumentidan ayryapmiz. Natijada bu sinus minus 30 gradus yoki minus sinus oldiga chiqadi, minus sinus 30 gradus bo'ladi. Chunki sinus topilsa minus sinus 30 gradusga teng 1 taqsim 2 ga teng. Keyingi formulalar kosinus, yig'indining kosinusi yoki ayirmaning kosinusi. Demak, uchinchi formulamiz yig'indining kosinusi bo'ladi. Yig'indining kosinusi nimaga teng? Ikkala burchakning ham kosinusi ko'paytmasi minus bo'ladi. Shu narsa demak ko'rishimiz. Sinusda demak mana bu yer plus bo'lsa plus, minus bo'lsa minus bo'lyapti, lekin kosinus unday emas. Plus bo'lsa minus bo'ladi va ikkala burchakning ham sinuslari ko'paytiriladi. To'rtinchi formulamiz demak ayirmaning kosinusi. Bunda demak xuddi shunday kosinuslar ko'paytiriladi. Prosta bu yeri o'rtasi yig'indi bo'ladi. Mana shu formulalar va bulardan tashqari tangensning ham yig'indi va ayirmaning tangens ham formulalari bor. Ularni ham ko'rib o'taylik. Keyingi 5-formulamiz yig'indining tangensi. Xo'p. Bunda keltirib chiqarsak ham bo'ladi. Bitta shu formulani keltirib chiqaring. Yig'indining tangensi demak yig'indining sinusini yig'indining kosinusiga bo'lishimiz kerak. Bu ikkalasini boya yuqoridagi formulalarga asosan yo'yadigan bo'lsak, demak sinus x kosinus y plusda sinus y kosinus x taqsim demak kosinus x kosinus y minusda sinus x ko'paytirilgan sinus y. Endi men kasrni, hosil bo'lgan kasrni surat va mahrajini kosinus x demak yozib qo'yaylik. Surat va mahrajini kosinus x ko'paytirilgan kosinus y ga bo'lib yuboraman. Mana ifodaga bo'laman. Bo'lsak qanaqa ifoda hosil bo'ladi? Demak
ritmini kichiraytiraylik. Sinus x ko'paytirilgan cosinus y taqsim cosinus x ko'paytirilgan cosinus y plus sinus y ko'paytirilgan cosinus x taqsim cosinus x ko'paytirilgan cosinus y taqsim cosinus x ko'paytirilgan cosinus y taqsim cosinus x ko'paytirilgan cosinus y minusda sinus x ko'paytirilgan sinus y taqsim cosinus x ko'paytirilgan cosinus y. Demak, mana ushbu ifodaga surat mahrajini bo'lib oldik. Endi qisqartirishlarni amalga oshirsak, cosinus y lar bu yerda qisqaradi, bu yerda cosinus x lar qisqaradi, bu yerda bu ikkalasi ham qisqaryapti. Xo'p, demak natijada nima hosil bo'ladi? Yuqorida sinus taqsim cosinus, ya'ni tangens x plus sinus y taqsim cosinus y, ya'ni tangens y taqsim. Demak, bu yerda qisqarib ketib 1 qolyapti. Minus sinus taqsim cosinus x, demak sinus x taqsim cosinus x imiz tangens x, o'rtada ko'paytiruv, sinus y taqsim cosinus y imiz tangens y. Demak, bizda yig'indining tangensi mana bu tangenslar yig'indisini bular ekanmiz 1 minus tangenslar ko'paytmasi. Xuddi shunday 6-chi formulamiz, ya'ni ayirmaning tangensida, demak yuqorida alohida burchaklar tangenslari ayirmasi, pastda esa 1 plus tangens x ko'paytirilgan tangens y hosil bo'ladi. Xo'p, qaranglar, bir nechta misollar ko'rib o'taylik, mavzu joyi. Xo'p, keltirib chiqaramiz. Quyidagi ifoda berilsin bizga. Sinus alfa plus cosinus alfa. Mana shuni yig'ishimiz kerak. Sinus va cosinusning oldida koeffitsiyentlar teng bo'ladigan bo'lsa va ularning argumenti teng bo'ladigan bo'lsa, yig'indini qo'shib formulalarda yig'ish mumkin buni. Buning uchun darslar buni oldida 1 kelyapti. Agar mabodo bironta a soni keladigan bo'lsa, ikkalasini oldida a ilzosida 2 ni qavsdan tashqariga chiqarib olaman. Shunda natijada birinchisini, demak, 1 taqsim ilzosida 2 sinus alfa plus 1 taqsim ilzosida 2 cosinus alfa paydo bo'ladi. Ya'ni yo'q narsani, masalan, chiqarish desa, uni 1 taqsim qilib olsak ham bo'ladi. Yani ko'paytirib yuborsak, xuddi shu ifodani beradi. Yoki bo'lmasa, boyagi ko'paytirib bo'lib olamiz desanglar, mayli, ilzos tipga. Ani qavsdan tashqariga chiqarib, ilzos tipga ko'paytirib bo'lib olamiz desanglar ham mayli. Farqi yo'q. Ikkalasi bitta ish. Xo'p, natijada keyin mana bu a ilzos tipga ko'paytirilgan. Qavs ichini quyidagicha yozamiz. Buni ham turli xil formulalarga endi shu, ya'ni 1 taqsim ilzos tipga bilan 1 taqsim ilzos tipga bilasiz, 45 gradusda sinus ham cosinus ham xuddi shu qiymatga teng. Yozishimiz mumkin, masalan, buni cosinus 45 gradus, demak sinus alfa plus bunisini sinus 45 gradus cosinus alfa deb yuboradigan bo'lsak, demak a ilzos tipga ko'paytirilgan bu sinusda yig'indining sinusini formulasi kelyapti. Ya'ni sinus alfa plus 45 gradusga. Agar mana buni sinus, buni esa cosinus deb olganimizda, cosinus ayirmaning cosinusiga keladi. Yoki mana, yoki demak mana buni cosinus emas, sinus 45 sinus alfa plus cosinus 45 cosinus alfa deb yozib oladigan bo'lsak, bu ayirmaning cosini, ya'ni alfa minus 45 gradusga keladi cosinusdan. Keltirish formulasida ham mana buni 90 gradusdan ayiradigan bo'lsak, bu burchak hosil bo'ladi, ya'ni nomi o'zgaradi.
kontekstga, misolning berilishiga qarab yoki bu holatidan foydalanishimiz mumkin. Keyingi holatda qanday misol berilishi mumkin? Mana xuddi shunga o'xshash bo'ladi. Ya'ni faqat bittasini oldida, yo sinusni yo kosinusni oldida ildiz ostida uchlik misol keladi. Ya'ni yozalik ildiz ostida 3 masalan sinus oldida kelsin. Sinus alfa minus kosinus alfa deydi. Mana shuni yig'ishimiz kerak. Bunda nima ish bajariladi? Bu yerda ikkini qiyosdan tashqariga chiqarib olaman. 2 chiqsa, bularning makajida 2 paydo bo'ladi. Ya'ni ildiz ostida 3 taqsim 2 sinus alfa minus 1 taqsim 2 kosinus alfa. Nima uchun aynan 2 chiqarib olinyapti? Yoki yuqori misolda nima uchun yuqoridagi misolda ildiz ostida chiqarilyapti? Ya'ni jadvallar qiymatlari bor, bizga taniqli bo'lgan, ana shu qiymatlar hosil qilinishi uchun bo'lyapti. Bizda mana bu 45 gradusdagi qiymatlari bor edi. Bu yerda hozir ildiz ostida 1/2 bilan 1/2 ikkalasida 30 va 60 ta almashib teng bo'ladi sinus bilan kosinus. Shu qiymatlarni hosil qilish uchun aynan 2 chiqarib olinyapti. Barobar buni ham har xil yozish mumkin. Demak, agar ayrimani sinusga keltiraman deyotgan bo'lsak, ildiz ostida 3/2 ni kosinus 30 gradus deb yozamiz. Demak, sinus alfa minus 1/2 ni sinus 30 gradus deb yozamiz. Kosinus alfa barobar 2 ko'paytirilgan. Demak, bu ayrimani sinusi, ya'ni sinusning argumentidan kosinusga ayriladi. Mana boshlaydi. Ya'ni alfadan 30 dan ayryapmiz. Mana bu ikkita holatda e'tiborli bo'linglar, eslab qolinglar. Qaysi vaziyatda nimani qilishdan tashqariga chiqarib ketib olish kerakligi. Demak, bizga mana bu berilyapti. Misol, tangens x minus y bilan 3 ga, tangens x plus y ni 2 ga teng deyapti-da, bizdan quyidagi hisoblash so'rayapti. Ya'ni tangens 2y ni hisoblash so'ranyapti. Xo'p, dastlab biz boyagi qo'shiq formulalari yordamida hosil qilamiz. Demak, tangens 2y emas, tangens x plus y dan ayiramiz x minus y ni qavsda. Mana bu ikkita ifodani ayirib yuboradigan bo'lsanglar, 2y kelib chiqadi. Kelinglar, qisqaroq bo'lishi uchun demak, tangens x minus y ni beta deb, tangens x plus y ni esa alfa deb belgilab olaylik. X minus y argumentni beta, x plus y ni alfa deb belgilab oldim. Demak, bizda mana bu yerda tangens alfa minus beta hosil bo'ladi. Buni alfa, buni beta deb belgilab olganimiz uchun. Demak, boyagi ayrimani tangens formulasini yozsak, bunga tangens alfa minus tangens beta. Yuqorida alohida tangens ayirmasi bo'lyapti. 1 plus ikkalasining ko'paytmasi bo'lyapti. Demak, qiymatlari bor bizda yuqorida, o'rniga olib kelib qo'yamiz. Demak, 2 minus 3 taqsim 1 plus 2 ko'paytirilgan 3. Bu esa minus 1 taqsim 7 bo'ladi. Demak, natija minus 1 taqsim 7 ekan.